Yuzimga keldi mahliyo oldilariga. Mana. Oldingi haftadan bo'li yaxshi. Hozir keyingi protseduralarni qilamiz. Hamma yoqda sertifikatlari. Bu yoqda. Mana mahliyo oldilariga keldim. Hop, buni nima qilamiz? Hozir yuzlarini o'tgan gal chiska уход peelinglar qilgandik. Bugun karboksiterapiya bilan komedonchiklaringiz bor. Ularga lёгкий peeling muolajasini amalga oshiramiz. Oldingidan ko'ra уже rezultatni ko'rdingiz-mi, Muxlislar? Bo'ldi. Kislorod kirgizamiz-da yuzingizga. Qon aylanishini yaxshilanishini hisobiga tonusi yaxshilanadi. Keyin mayda ajinlar yoyiladi, uglelar ketadi, quritib beradi.